Sizlar bilan ishim bor, ammo oldin istayman bu she'rni Hazrati Navoiydan sizlarga o'qib bersam. Odami ersang demogil odami, uni kim yo'q xalq g'amidan g'ami. Do'stlarimizdan biri kommentga menga yozgan ekan, men aytdim, qancha yaxshi bo'ladi bu kishining javobini sizlar bersalaringiz. Bu kishi yozibdi: Pashtunlar bobangning haykalini buzib tashlashdi. Sizlar esa tomoshabin bo'lib o'tiribsizlar. Shu Hazrati Navoiyning haykalini kim mazori sharifga sindirishgan edi, shuni haqiga gapiribdi. Va men bu jasoratni qila olmadim bu kishiga javob bersam. Istadim sizlar o'zbeklar bu kishini gapiga javob bersalaringiz. Va men istamayman bu savollar bilan, bu gaplar bilan xalqda mardumlar arasiga gap taylasam va yanlış tushunsalaringiz. Faqat istayman ba'zi savollarga sizlar o'zbeklar javob bersalaringiz. Va Hazrati Navoiyning haqiga nima narsa bilasizlar? She'r bilasizlar, nima narsa uni haqiga bilasizlar? Istayman sizlar o'z qo'llaringiz bilan kommentga yozsalaringiz. Rahmat.